Assalomu alaykum qadrli obunachilar hamda YouTube kuzatuvchilar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Kanalimizda ashaddiy obunachilari. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rasizlar. Bugunga o'sha ma'noli, manfaatli, zo'r bo'l videolar chiqadi. Xudo xolasa qo'ylarni ham haqiqiy zo'rlardan kelgan ekan Akmaljon ukamiz. Akmaljon hormang. Alaykum Muzaffar aka. Zo'msiz? Charchamasdan. Ishlayapsizmi? Farmonlar obunachilar. Ha, xudo xolasa qo'ylar zo'rnab kelyapsiz a? Diyonlari keldi Muzaffar aka. Hozirlardan zot yo'nalishiga manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepog'ron qishlog'ida haqiqiy mana zo'rlardan kelibdi. Tozalardan ishqibozlarga tavsiya qilaman. Zot yo'nalishida bular. Ha, xudo xolasa hammasi zo'r ekan. 2026-yil 1-fevral mana. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bundanda go'zallarni sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz narxlarini ham. Akmaljon, bularning yoshi qanaqa? Hop, 2 tish, 4 tish. 2 tish, 4 tish, ha? 4 kishi bittami? 2 ta bo'lish kerak. Qolgani hammasi 2 tish qo'ylar. 2 tish, 4 tish har xil mana zo'rlardan, tozalardan kimga qaysi biri yoqsa tanlab olaverasizlar. Hop, bitta ham sotilaveradi buni. Sotilaveradi. Kimga qaysi biri yoqsa, hop, kelaman desa lakas tashlab berasiz, ha? Tashlab beramiz. Hop, ikkinchi partiya bilan bor Muzaffar aka, bo'g'oz soluqlarimiz bor. Bo'g'oz soluq, beramiz hozir. Buni yengil qilib, xudo xolasa, buni endi qo'chqor bular. Ikkinchisiga bo'g'oz soluqlar bor. Ha, bo'ldi gap. Akmaljon, xudo xolasa haqiqiy zo'rlarda. Kelaman desa lakas tashlab berasiz, ha? Tashlab beramiz. Behijolat. Narxlarni ham xudo xolasa yengilroq qilib qo'yib bersangiz, obunachilar kelishadi-da, xudo xolasa zo'rlardan olib kelib bersangiz, yana kelishaveradi. Hop, narxchi Akmaljon bulardi. Narxi aka 10 million so'mdan. 10 million so'mdan 50 million so'm bergan odamga sotdim mana. xayri ham bormi? Xayri bor aka. Endi ichkada aytilgani bo'lmagan-ku. Xayri bo'ladi aka. Lekin hammani 100 kilodan oshib qo'yiladi xolos. 100 kilodan oshiq, ha? 100 kilodan oshib qo'yiladi. Deb o'zi qo'ylar ham aytib turibdi, hamma yo'g'i cho'chki yaxshi qilgan ekan. O'zi qo'ylar ishqivoziga. ishqibozlarga tavsiya qilamiz, xudo xolasa. Quloqlarini qarang. Lekin misol mana shu Garbunushlarni ham. hammani ham aka addin qo'yib 1,5 ming qilib chiqarsak bo'ladi aka, to'g'risi gapda. Zo'rlaridan ketdi mana. Baqaman degan. O'zi oyoq tirsaklari ham haqiqiy zo'r, to'shlari ham haqiqiy hamma yo'q o'zi kelishgan jonivorlar zo'r ekan. Barakasini bersin. Hop, ikkinchi partiyaga o'tamiz. Hop, akalar, mana ikkinchi partiyaga ham haqiqiy udorlaridan, zo'rlaridan yetib kelgan ekan, toza kashtanlaridan. Qo'ylarni qaranglar. Mana. Akmaljon Qo'chqorni ham haqiqiy zo'ridan qo'shgan ekansiz-a bunga. Hozirdan qo'shilgan ekan, Qo'chqorni qarang mana. Zo'ridan Qo'chqorni ham. Bo'ladi deganidan. Hozirlardan yetib kelgan ekan. Akmaljon, bu soluqlar xudo xolasa bo'g'ozda endi. Xudo xolasa aka. Xudo xolasa endi mana shu Qo'chqorcha ichida yurgan ekan, endi bir aniq bo'lmaydi mana. Janvar. Haqiqiy zo'r ekan, xudo xolasa. Akmaljon, bularning yoshi qanaqa? Qo'chqorni yoshi endi yoshiga to'lgan, 2 tish. Aha. Bo'yi 1 metr. Bo'yi 1 metr. Lekin vesini o'lchamaganmiz Qo'chqorni. Urg'ochilardachi? Yoshi qanaqa? Urg'ochilardagi hop 4 tane pashti qo'zi aka. Aha. Bittasi 2 tish, bittasi 4 tish. Shunaqa yosh qo'ylar aka. Endi mana birinchi ikkinchi chiqarib qo'yiladi aka. Yosh katta qo'y yo'q buning ichida aka. Ana badanni ko'ryapsiz qo'ylarni. Qo'chqorni qarang. gap yo'q Akmaljon. Xudo xolasa. Endi Akmaljon, bo'g'oy qisirlar nima deysiz bularni? Endi mana shu qo'chqorlar yurgan ichida aka. Aha. Endi bu misol ichida yeni ko'chgani bor 50 aka. Chunki yosh qo'ylar-da bular. Tug'ishga yaqin yil o'saveradi, bilasiz o'zingiz. Bilaman. Endi xudo xolasa Qo'chqor qo'shilgandan keyin Shunday. xudo xolasa hammasini ham bo'g'oz deb garantiya bergan yo'qlar mana. Xudo xolasa bo'g'oz bo'ladi mana shu Qo'chqor ichida yurgan ekan-ku. Mana ko'zlarini ko'rib turib, xudo xolasa shunga qarab olaverasizlar obunachilar. Qaysi biri yo'qsa, masalan bittami, ikkitami Telegramga video ham qo'yib beraversa, bitta ikkita olsa ham, ha? Ko'ramiz aka. Narxichi bular, narx Akmaljon? Zafar aka, bular sovliqlarda aka 6,5 million so'mdan beraman. Aha. 7 tani bir joyda olgan 7 milliondan demay, to'g'risi gapda. Sizga yangimi aka? Yengil chiqarib, yosh qo'ylar, yosh variantni qo'y qilaman degan odamga 6,5 million so'mdan bir joyga ketaveradi. Hammasi bir joyga. Bir joyga. Qo'chqori ham. Yo'q, Qo'chqor aka undaqa narxga ketmaydi. Qo'chqorni endi o'zimiz boyab turgan Qo'chqor, kelitkalarda o'zimiz tarbiyalaymiz aka buni. Ishqivozi chiqsa, 1,5 ming demaydi, 15 millionga beray aka. 15 millionga. 15 millionga beraman. Qo'chqorda aka mana sizga men ushlab ko'rsatdim, bu Qo'chqor aka odamlardan qo'rqmaydi aka.
Bu qarang. Bu qarang. Jonivar. Jonivorni qaranglar. Xudo xolasa voy, zo'ridan kelgan ekan. Aka. Hozir razrezlarni bir ko'rsatib qo'ying orqalarini. Mana. Dumba razrezi ham o'rtada bir kishining kuchi yetmayapti mana. O'sha. Buni qara, ushlab turishni bo'lib qo'yman. Qarang. Razrezni qaranglar akalar. Вообще chotkin ekan. Oyoq qo'llari ham haqiqiy zo'r, baquvvat narsa ekan. Tirsaklari ham to'shini. Qo'shi ham mana. Haqiqiy zo'r. Qo'yga xudo xolasa gap bo'lishi mumkin emas. Ideal darajada aka qo'y. Diyalagan xudo xolasa haqiqiy zo'rdan ekan. Qo'yavering bo'ldi ana. Bora yonig'ani jonivorlar. Haqiqiy zo'r. Kimga kerak bo'lsa ekrandan ularga bemalol aloqa chiqarasizlar. Qo'y Namanganda turibdi. Videoni xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.